mehmonlarimizni bezovta qilmaymiz, albatta qolaversa. Mana shu fursatdan foydalanib, davramizni mana shu sizlar uchun endi ko'ryapsizlar, bu yigitni yangi shogirdimiz bor, qolaversa mana shu to'ybalamiz Muhammad Ziyoga to'yona sifatida taklif qilganmiz. Kenjatoy shogirdimiz albatta Jo'rabek Boynazarov taklif qilsam, albatta mana shu xonadon egalari uchun, qolaversa to'ybalajonimiz uchun, siz aziz onalar uchun bitta onalar haqida qo'shiq aytib berishadilar. Bitta shunday qarshi chopmaysiz, Kenjatoy shogirdimiz Jo'rabek Boynazarov janoblari kesildi, marhamat. Mana shu to'ybalamizga, to'ybalajonimizga hurmat uchun mana shu to'ybala yigitimizni talab istalar bilan taklif qilganmiz. Jo'rabek Boynazarov onalar haqida bitta qo'shiq aytib berasiz. Mana shu o'tirgan onalarimizni xushnud aylaymiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz onajonlarimiz. Xush kelibsizlar, bu qo'shig'im sizlar uchun. Yoritgan oyim, yuzlari nurligim, mehrga boyim, ko'zlari yo'limda, duoda doim. Men uchun onamni asra Xudoyim. Farzandim deb yashar, yuragi xasta, mashaqqatlar hali tutolmadim bir guldasta. Men uchun onamni asra Xudoyim. Asra Xudoyim, men uchun onamni asra Xudoyim. Asra Xudoyim, asra Xudoyim, men uchun onamni asra Xudoyim. Tunlari yo'limni yoritgan oyim, yuzlari nurligim, mehrga boyim, ko'zlari yo'limda, duoda doim. Men uchun onamni asra Xudoyim. Hammalaring uchun rahmat. Jo'rabek Boynazarov, bu konsertlar sizga bo'ldi. Rahmat qo'yasiz. Hammalaringga rahmat. Onalarimiz sog' bo'lsin. Rahmat, Jo'rabek, omon bo'ling, rahmat. Rusli emassin, iloyim. Rahmat. Davom etamiz, bizning